Assalomu alaykum azizlar. Bugun Why Woman loyihasi ichidagi o'zligingni angla podkastining ilk kunidamiz va bugungi podkastimiz shunchaki podkast emas, chiroyli suhbat va bu o'z yo'lini izlayotgan, o'zligini anglashga harakat qilayotgan, rivojlanishda o'zini izlayotgan, o'sishni istagan qizlarni, har bir qizlarni uchun bir sahifa bo'ladi. Bugungi mehmonimiz esa ta'lim va biznesni birlashtira olgan, minglab yoshlarning hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan inson, Discovery Education Group asoschisi, xalqaro ta'lim loyihasining direktori hamda Hana Tradingning muallifi, eng muhimi ayollarning rivojlanishining tarafdori bo'lgan mehmonimiz Shahzoda Buzrukova bo'ladilar. Assalomu alaykum Shahzoda opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush bo'linglar. Juda ham xursandmiz. Biz sizni ko'pchiliklar sizni muvaffaqiyatlaringiz bilan taniydi, bugungacha kelgan qadamlaringiz bilan taniydi. Lekin biz bugun sizni ilk qadamingiz bilan suhbat boshlamoqchimiz. Birinchi o'rinda sizni shu yo'lga olib kelgan birinchi qadamingiz yoki qaroringiz umuman olganda voqea qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan? 2011-yilga qaytadigan bo'lsak, Koreyaga ilk kelishim 2011-yil bo'lgan. Undan oldin koreys tili yo'nalishida pedagogika universitetining koreys tili yo'nalishida o'qiganman. 2009-yil universitetga kirib, koreys tilini o'qish davomida albatta tilni o'rganganingiz uchun shu davlatga bo'lgan qiziqishingiz ko'p bo'ladi. Koreyadan juda ko'p mehmonlar kelardi. Bizda o'sha payt 2010-yilda koreys tili fakultetimizning dekanlari juda ham ko'p loyihalarga chaqirardilar. Koreys tilida gaplashishing chiroyli, yordam ber deb yozgi kanikulllarda koreys studentlarini universitetdan bozorlarga umuman gid bo'lib yurardim ular bilan birgalikda. Shu bilan Koreyaga nisbatan qiziqishim juda ham oshdi va dekanimiz o'zlari aytardilar, sen Koreyada o'qishing kerak, Koreyaga harakat qilgin derdilar. Albatta hamma muammo moliyaga qarab taqalardi. O'sha paytda exchange student programmasi borligini aytdilar. Hujjatlarimni tayyorladim va ular tavsiya qildilar va Chungang universitetida meni qabul qildi. 2011-yili kelishim kerak, juda xursand bo'ldim. Uydagilarga nihoyat bu ma'lumotni aytish kerak, lekin u paytlarda O'zbekistondan umuman chet elga borish juda ham kam bo'lardi. Rossiyaga borib o'qishardi, lekin Koreyaga men eshitmaganman. Umuman oilamizni oladigan bo'lsak ham, oilamizda chet elga borib o'qiydigan qiz nafaqat qiz, balkim o'g'il ham yo'q. Va o'sha paytda ota-onamga shunaqa programmadan yutganligimni, yuborishlarini so'raganman. Faqat yo'lkiraga yordamlashsanglar bo'ldi. Hammada bo'ladigan muammo. Yordamlashsanglar bo'ldi. Qolganini o'zim qilaman degim kelgan, lekin deya olmaganman. O'sha paytda aytganman, hammasi 100% stipendiya, yo'lkira olib bersangiz bo'ldi. Va exchange programmani yutib Koreyaga kelganman 2001-yili. Shahzoda opa, mana shu Koreyaga kelganingizda eng katta qo'rquvingiz nima bo'lgan? Birinchi Koreyaga kelganingizda. Eng katta qo'rquvim, umuman chet elga kelganimni his qilmaganman kelishim bilan. Faqatgina xayolimda tezroq ish topsam va butun nima deydi, kerakli bo'ladigan to'lovlarni o'zim amalga oshira olsam, ota-onamdan yordam so'ramasam deganman. Chunki boya aytganimdek ota-onamga stipendiya olganman deganman. Aslida menda stipendiya yo'q edi. O'zim, chunki unaqa demasam uydagilar yuborishmasdi. Chunki har bir ota-ona xavotir oladi. Boyog'i 19 yoshda edim adashmasam. Kelishim bilan eslayman, bir 50 ta joyga kirganman, oshxonaga. Kirib oxiri topib ishlab ketganman. Hech siz shu kelgan davringizdan boshlab eplolmayman, bo'ldi, ko'zim yetmaydi, tashlab ketaman degan paytlaringiz bo'lganmi? Shunaqa irodangiz yetmaydigan darajada vaziyatlar deydimi, qaroringiz? Agar shunaqa bo'lgan bo'lsa, sizni nima o'xshab qolgan? Hozirgi paytgacha kelishingizga. To'g'risini aytaman, biron bir ishda yoki o'qishda eplolmayman degan yoki tashlab ketaman degan holat bo'lmagan. Faqatgina mana
o'qish davomida o'rtoqlaringiz bo'ladi har xil, kimgadir qattiq suyanib qolasiz. Shunaqa holatlarda pand yegan paytlarim bo'lgan. Ya'ni nima qildim, nima bo'ldi, mandan nima o'tdi deydigan narsa menda ko'p bo'lardi. Nimaga aynan bu narsa men bilan sodir bo'ldi, qayerda xato qildim deydigan. Lekin shunda ham shukur qilib, bundan ham battar bo'lishi mumkin edi. Hozirgi holatda bilganimga ham shukur deb turib o'tib ketganman. Lekin aynan shu munosabat, menimcha shu inson bilan munosabatda menimcha bo'lgan bo'lsa kerak, lekin ishlarda bo'lmagan. Ish o'qishimda muammo bo'lmagan. Qanday baxtli hayot. Endi Shahzoda opa, biroz shaxsiyroq savol bersam, bilamizki, sizni muvaffaqiyatli inson sifatida ko'ramiz. Mana shu muvaffaqiyatga erishishingizdan oldin, shu bitta ishni boshlashdan oldin hammaning ichida shubha, qo'rquv bo'ladi-yu. Hech kimga aytmagan, lekin ichingizda shu qo'rquv, shubha bilan boshlagansiz, muvaffaqiyatli bo'lgan ishingiz bormi? Esingizda qolganini aytsangiz. Hozirgacha to o'qishimdan turmushim kerak bo'lsa, hammasi katta tavakkal bilan Xudoga shunday suyanib, hamma narsani boshlaganman. Xudoga suyonaman, lekin ichimda bir shubha. Qila olmasamchi, bo'larmikan degan narsa, lekin harakatdan to'xtamasdan harakat qilib kelganman. Hattoki orada bo'lmay qolsa ham, bu men uchun yaxshilik deb qabul qilganman va yana boshqatdan yanada mukammalroq qilib harakat qilganman. Aytganimdek, hamma narsani tavakkal bilan bo'lganligi uchun katta yiqilishlardan bir yiqilib turib ham qattiq nima deyiladi? Menimcha tezroq oyoqqa turib ketishingizga sabab bo'lgan bo'lsa kerak, tavakkal qilganingiz uchun ham. Shunaqa deb o'ylayman, to'g'ri. Keling, siz bilan ochiqroq gaplashamiz. Hozirgi kunda bilsangiz, albatta hammaga ma'lum, ko'pchilik yoshlar chet elga chiqishni, chet elda o'qishni juda ham xohlayotgan yoshlar ko'payib ketdi va bu narsani ularni trendga aylantiryapti va trend orqasidan quvishyapti deb hisoblaysizmi yoki bu to'g'ri deb o'ylaysizmi? Agar shunaqa bo'lsa, nima deb tavsiya bergan bo'lardingiz? Nima degan fikr bildirgan bo'lardingiz? Albatta, O'zbekiston yoshlari, nafaqat O'zbekiston, butun jahon yoshlari chet elda o'qishni tarafdoriman. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, chet elda bor-ku bizda ham musofir bo'lmaguncha musul bo'lmaysan. To'g'ri. Albatta, bu qiyinchiliklarni o'zini boshidan o'tkazmagunicha hech qachon hech kim hech narsani bilmaydi. Ya'ni telefonni u burchagidan turib olib turib, bemalol burni kuzatib gapirish juda ham oson. O'zi buni tatib ko'rish kerak. Hattoki ota-onani qadriga yetish uchun ham chet elga borib, o'qib ko'rib, ularni har kuni sizga pishirib berayotgan ovqatlarini qadriga yetib, bu nimadan o'zi o'tish shart. Men o'zim bu narsadan o'tganligim uchun ham doim niyat qilardim. Opa-singillarim, ukalarim kerak bo'lsa, hammasi ham o'qisa, chet elda o'qisa deb niyat qilganman. Alhamdulillah, hammasi niyatga yetdik, o'qishyapti, bitirishdi, yaxshi joylarda ishlashyapti. Ya'ni o'zim o'tgan yo'ldan albatta opa-singillaringizga endi mendagi qiyin 2-3 ishda ishlab turishni xohlamaganman. Doim ularga yaxshi, mendan ham yaxshiroq imkoniyat bo'lsa deb tilaganman. Hozir mana o'sha o'quvchilarimiz bor. Ularga ham xuddi shu narsani tilagan bo'lardim. Demak, o'qib ko'rishligini xohlagan bo'lardingiz, borishligini. Albatta, hammaligisi borishsin, faqatgina shu narsaga tayyor bo'lib borsin. Bilmasam qayerdan tayyor bo'laman deydigan narsa bo'ladi. Buning uchun Koreyaga kelgandan keyin mana hozirgi mana tuzilayotgan har xil demak communitylar, shunaqa communitylarga a'zo bo'lib, bilmaganini so'rab o'rgansa, bizanikilar hech qachon itarishmaydi. Va har uchrashuvlarda ham o'quvchilarga aytaman, kelganingizda atrofingizdagi insonlar kim ekanligiga qarang. Eng kamida sizga sizni hozirgi vaziyatingizga nisbatan, sizni qarashlaringizga nisbatan ancha yuqorida bo'lgan insonlar bo'lsin. O'qishga intilgan inson oldida bo'ladigan bo'lsa, siz ham o'qishga intilasiz. O'zimizning o'quvchilar orasida Koreyaga tezroq kelish ilinjida o'qishga topshirgan, orada ishchi vizaga ham topshirib qo'ygan ekanlar, ishchi bo'lib kelganlar. Ishchi bo'lib kelganlar, lekin ertaga odamlarni ko'rib, yo'q, men o'qigim kelyapti deb ichlarida armon bo'ldi-da, lekin o'zlari o'rgandilar, nima qildilar, hozir o'qishga ham kirdilar. Bir xil insonlarni o'qigani kelib turib, shunaqa holatlar bo'ladi, yaxshi yuqori ayozlar bilan kelishadi-da, atrofidagi birga yashaydigan insonlar sabab fikri umuman o'zgarib ketadi. Kerak bo'lsa, hatto ota-onasidan ham uzoqlashib ketib qolishadi.
atrof muhit judayam katta rol o'ynaydi. Albatta 17 yoshgacha olgan tarbiyangiz sizga ko'p to'g'ri nima deydi, yaxshi tarbiya berganman, o'zgarmaydi deb yoki umuman o'zgarmayman deyishingiz mumkin, lekin inson o'zgaruvchan. To'g'ri. O'zi ham bilmagan holatda shuni qilib ko'rsamchi, ota-onam baribir ko'rmaydi-ku deydigan xayollar kelishi mumkin. Shunaqa paytda baribir sizdan ham kerak bo'lsa qattiqroq, mustahkamroq inson bo'ladigan bo'lsa, sizni to'g'rilab turadi. Shunday kelayotgan, chet elga intilayotgan yoshlarni aynan shunaqa yo'lidan adashmasligi uchun, o'zligini topa olishi uchun, demak, buni siz mustaqil hayotga tayyor bo'lishi kerak deb hisoblaysiz. Shunaqami? Mustaqil hayotga qachon tayyorman degan savol ko'pchilik qiziqtiradi-da. Kelishdan o'zi aslida men eplab keta olamanmi degan savol ham bo'ladi. Va hech qachon men tayyorman, men qila olaman deydigan o'ziga bo'lgan ishonch har doim ham bo'lmasligi mumkin. Koreyaga kelishi bilan umuman nafaqat Koreya chet elga keladigan bo'lsa, birinchi o'chirib o'tishasiz kelmaydi. Birinchi o'rinda boya aytib o'tganimdek, atrof muhitingizdagi insonlar yaxshi bir community topishga harakat qilsangiz, lekin shunaqa holatlar bo'ladiki, yaxshi muhitga kirdim deb qaytanga sizni chizib qo'ygan chizig'ingizdan tashqariga chiqarib yuborishi mumkin. Shunaqa payt nima qilasiz? To'xtatasiz. Hech kim bundan xafa bo'lmaydi. Chunki sizni hayotingizga o'zingiz javob berasiz. To'xtatib, yanada yaxshiroq, mukammalroq insonlarni topishga harakat qilasiz. Koreyada aynan hozir quvontiradigan narsa, biz o'qib turgan paytimizda bunaqa communitylik yo'q edi. Hozir bo'lsa mana communitylar bor. O'g'il bolalarga ham, qiz bolalarga ham kelish bilan aynan o'zimiznikilarni topish kerak. Yana bir qiziq savol Shahzoda opa. Juda ko'pchilik yoshlarimiz chet elga chiqsam hayotim o'zgaradi, muammolarim hal bo'ladi degan fikr bilan yashashadi. O'zi aslida o'sha muammoning yechimi joydami yoki insonni fikrlash tarzidami? Insonni fikrlash tarzida albatta. Insonni fikrlashida, insonni dunyoga bo'lgan, hayotga bo'lgan qarashlarida deb o'ylayman. Siz qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, agar sizda hayotga nisbatan qarashlaringiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'qishni ham yaxshi qila olasiz. Kerak bo'lsa o'z ishingizda shug'ullana olasiz, joyingizda o'tirib ham. Va hozir ko'pchilik trendga chiqib ketgan, Koreyaga o'qishga kelsang $2000 oylik degan narsalar bor, o'zi u narsalar. O'zbekistonda turib ham bemalol $2000 emas, hatto $3000 topayotgan yoshlarimiz ham bor. Hozir mana tillarni o'rganib, ya'ni sizni qo'yayotgan maqsadingizga bog'liq-da bu. Shu o'rinda esimga tushdi. Inson bilganday edi, gapirayotgan gapingiz qanchalar hayotingizga ta'sir qilishini, hattoki u yomon fikrga ham bormasdi deydi. Men bu narsaga juda ham ishonaman. Menda masalan hayotga qarash har doim положительно nima deyiladi? Ijobiy tarzda qarayman. Biron bir hayolimga maqsad keladigan bo'lsa, nimadir qilmoqchi bo'lsam, to'g'risini aytadigan bo'lsam, uzoq ham o'ylab o'tirmayman. O'sha sohada qilishga harakat qilaman. U qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, o'ylab uzoq reja ham tuzmayman. Fikrimga keldimi, hayolimga keldim, bu shunchaki emas. Avvalo ishonaman, shunchaki emasligiga. Ya'ni qilishga harakat qilaman. Hattoki xato bo'lsa ham inson har bir kuni bu aslida ta'lim. To'g'ri. Xatoyingizdan ham juda ham ko'p narsa o'rganishingiz mumkin. Albatta. Qaysi tarafdan qarashimizga bog'liq. Albatta. Shahzoda opa, bilasiz, hozirgi kunda umuman olganda stereotiplar juda ham ko'p. O'sha stereotiplarni o'rinlari ba'zida noodatiy o'rinlari bor. Bir xildagi zaharlanish beradi miyasiga, hattoki desam bo'ladi. Misol uchun, ayol kishi pul topsa, hattoki erini hurmat qilmaydi yoki o'zini yo'qotib qo'yadi degan stereotiplar bor. Shu stereotiplarni qanchalik bizga kerak deb o'ylaysiz? Agar qanaqadir qaysidir stereotipni yo'qotish kerak deganda, siz qaysi stereotipni yo'q qilgan bo'lardingiz? Qanaqa qaraysiz bularga? Avvalo, ayol kishining rivojlanishi bo'yicha osonroq qilib sizga bitta tushuntiraman. Mana davlat rahbariyati, davlat rahbari prezident bormi? Har bir oilada prezident bu erkak kishi. Bu aynan dinimizda ham keltirilgan. Bizda aytadi-ku, erkak kishi bosh, ayol kishi bo'yin.
bo'yinni siz uzib bosh tepasiga qo'ya olmaysiz. Xunuk-a, bir tasavvur qilib ko'ring. Xuddi shunaqa davlatda rivojlanish uchun kimlar bor? Vazirlarimiz bor, shunaqa, xuddi shunaqa diplomatlar bor. Ayol kishining o'rni aynan shu. Vazirlar, diplomatlar judayam ko'p vazifalarni bajaradi ayol kishi. Prezident bo'lsa, albatta, vazirlar bilan maslahatlashadi. To'g'ri qaror qilish uchun, davlatni rivojlantirish uchun, u insonlarni umuman insonlar rivojlansagina davlatlar rivojlanadi, to'g'rimi? Insonlar rivojlanish uchun tepasidagi turgan demak ministrlarimiz ham har taraflama yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni agar ayol kishi o'qib turib rivojlangan bo'lsa, demak uni farzandlari ham xuddi shunaqa kerak bo'lsa o'zidan ham aqlliroq bo'ladi. Har bir oila bu aslida davlatda. Ayol kishini rivojlanishiga qarshi chiqishlikka o'zi bu oilani tek-tugi bilan yo'q bo'lish deb o'ylayman. Agar bunga kattaroq qaraydigan bo'lsangiz, bu davlatga juda ham katta minus olib keladi. Ayol kishini rivojlanishi, ko'p pul topishi, avvalo topsin, o'zi uchun topsin, farzandlari uchun topsin. Xo'p. Demak, u stereotipga siz ham qarshisiz. Nima olganda, ya'ni pul topgan ayol o'zidan ketib qoldi degani emas. Yo'q. O'shanga maslahatlash kerak. Insonda kibr bor-da. Kibr holati bor. Masalan, ko'proq pul topadigan bo'lsa, ba'zi bir tan olishimiz kerak, ba'zi bir ayollar baribir eri bilan solishtirgan holatlar bo'ladi. Unda bu oilada muammo kelib chiqaradi. O'shanga orada maslahatlashgan holatda uni doim rivojlantirib, ayol ham rivojlansin, nimaga? Farzandlari uchun, o'zi uchun, u topgan puli baribir o'zi uchun. Keyin sizni turmush o'rtog'ingiz ham kerak bo'lsa bola bermagan. Sog'liqda muammo bo'lishi mumkin. Bunaqa holatlarda bir-birlarini qo'llab-quvvatlashinglar juda ham muhim. Hozir ayol kishi ishlamasin, uyda o'tirsin degan qarashlar tugamasa, ishonavering, rivojlanish hech qachon bo'lmaydi. Shuning uchun men bu narsaga qarshiman. Tushunarli Shahzoda opa. Xo'p, endi hammani qiziqtirgan bitta savolni bersam, barchamiz bilganimizdek, ham siz lidersiz, tadbirkorsiz. Shu bilan birgalikda bir vaqtni o'zida 3 ta bir-biridan yashirin farzandlarning onasisiz. Mana shularning hammasini balansda ushlab turish uchun qanaqadir yashirin formulangiz bormi? Nimadir bor? Yashirin formula demasdim. Oiladagi qo'llab-quvvatlashlik menimcha bu albatta hammasini birga ushlab tura olishda hammaning o'zi kamchiligi bo'ladi. Tashqariga chiqarilmaydi. Lekin agar oilangizda turmush o'rtog'ingiz masalan qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, har taraflama ulgurish mumkin. Keyin bu yerda oilani, ya'ni turmush o'rtog'ingiz qo'llab-quvvatlashdan tashqari insonni yana o'zini qarashiga qarab taqaladi. Ko'p holatlarda biz o'zimiz bechoraga solamiz. Qachon men uni qilaman, buni qilaman, bunga ulgurmayapman. Lekin uni o'ylamasdan qaytanga o'zingizni ozginagina rag'batlantirsangiz, buni qilaman, orada o'zingizga dam bersangiz, shunaqa holatlar bo'ladi. Qattiq charchaganingizdan shunchaki jimlikda issiqqina choy ichib o'tirish ham siz uchun baxt. Lekin farzandlaringizni masalan maktabga borib, ular har xil tilda gapirishi, ular masalan bitta narsani ham maktabda unga bergan shirinlikni ham yemasdan ko'tarib, "Oyijon, bunda cho'chqa go'shti bormi, yo'qmi?" deb so'rashini o'ziga ham inson xursand bo'lib ketadi. Turmush o'rtog'ingizni rivojlanishi kerak bo'lsa kelib turib, "Men besh qilmoqchiman, nima deb o'ylaysiz?" Sizni fikrlaringizni so'rab turib birgalikda maslahatlashib, bularning hammasi o'z-o'zidan bo'lmagan, sekin-sekin bo'ladi. Oila o'zi umuman ham oila, ham biznes oxiri baribir o'zingizga qarab taqaladi, sizni hayotga bo'lgan qarashlaringizga qarab taqaladi. Agar siz hamma narsadan qiynalib ketyapman, hammasi menga og'ir deydigan bo'lsangiz, o'zingizni psixologik tomondan qiyin vaziyatga tushirib qo'yasiz. Qila olaman. Bunga bu disiplina kerak ekan. Vaqtingizni to'g'ri taqsimlab turib, hammasini qila olaman deb turib rejalashtiradigan bo'lsangiz, ulgurasiz. To'g'ri. Bemalol ulgurasiz. Shahzoda opa, nima deb o'ylaysiz? Ayol baxtli bo'lishi uchun oila yoki karyera yoki o'zini tanish kerak? Qaysi biri? Nima deb o'ylaysiz? Sizning shaxsiy fikringiz?
yana bitta bering savolingizni. Umuman olganda ayol baxtli his qilishi uchun, baxtli bo'lishi uchun karyerasini tanlashi kerakmi, oilasini tanlashi kerakmi yoki o'zini tanlashi kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? O'zini tanish kerak birinchi. Avvalo o'zini tanish kerak, hayotda nimani xohlayapti. Men shundoq o'ylayman, har bir inson bu dunyoga shunchaki kelmaydi, hammaning missiyasi bor. Nimadir sabab borki, siz bu dunyoga keldingiz. Bir oilalik inson sifatida, masalan, o'zim bosib o'tgan qadamlarimda o'zim bosib o'tgan qadamlarimga qaraganda farzandlarim mendan ham yaxshiroq, mendan ham baxtliroq bo'lishini xohlayman. Hamma oilada shuni xohlasa kerak. Lekin meni qarashimda nafaqat farzandim, oilam, men aslida juda bir vatanparvar, fidoyi insonman. O'zim ham yashayapmanmi? Nimadir foydali narsa qolsin, yashayapmanmi? Nimadir qila olay, ertaga farzandlarim ham faxrlansin, chiroyli o'rnak bo'la olay degan katta bir maqsadim bor. U maqsadga intilganingizdan keyin o'zim yana maqsad bo'lgandan keyin o'zim oxirgi o'rinda bo'lib qolar ekanman. Balkim bu kimlarning nazarida yaxshi emasdir. Qachonlargachamdir o'zim ustimda ishladim va boshqalarni, ya'ni foydam tegish uchun yana o'zim ustimda ishlashim kerak. To'g'ri. Avvalambor odam o'zini birinchi qutqarganidan keyin boshqalarni qutqaradi. Shunaqa. Ba'zi bir holatlar bo'ladi deb charchading, ayol kishisan, uyda o'tirsang bo'lmaydimi? Chunki baribir asli fitratimiz shunaqada, uyda o'tirib farzandlarimizga qarashimiz o'zi bu baxt, o'tirib jimlik xohlab qoladigan holatlar bo'ladi. Ba'zida juda kam holatlarda bo'ladi. Ko'proq jimlik ko'p vaqt qolib ketadigan bo'lsa, bir kundan ko'proq qolib ketadigan bo'lsa, men qaytanga stressga tushaman. Doim qimirlab turishim kerak, doim nimadir qilishim kerak. Harakatda bo'lish kerak. Bu narsaga kichkina paytimdan o'zi o'rganib qolganman, ya'ni student paytimdan o'zi o'rganganman. Shunaqa. Javobingiz uchun rahmat Shahzoda opa. Endi sal ochiqroq savol bersam, bilamizki siz birinchi navbatda biznes egasisiz, daromad ko'rasiz albatta biznesingizdan. Shu bilan birga o'zingizda ijtimoiy missiyangiz bor. Ya'ni yoshlarning rivojlanishi uchun hissa qo'shasiz. Sizda shunaqa vaziyat bo'lganmi? Pul bilan, ya'ni qadriyatlar o'rtasida tanlov qilish vaziyati. Aytaylik, qaysidir bizning vatanimizda yosh insonni mana shu to'lov qilishga qanaqadir moliyaviy jihatdan imkon bo'lmagan-u, lekin siz yordam bergan holatingizmi? O'zi bizning ishxonada shunaqa bir kichkinagina fond bor. Oldindan orzu qilardim yoshlarimiz uchun fond tashkil qilishni. Hozircha ota-onasi yo'q yoki qiynalgan oilalar uchun tekinga xizmat ko'rsatish demak fondimiz bor. U ancha yillardan beri ishlab kelyapti. Faqatgina biz uni unaqa tarzda kelgan, ya'ni shu fonddan foydalanib kelgan o'quvchilarni biz hech qachon reklama qilmaymiz. Bu chin ko'ngildan yordam. Undan tashqari juda ham bir ajoyib holat bo'lgan. Bu o'zbekistonlik talabamizdan tashqari 2024-yil Qirg'iziston safariga borganman. Safarida bir kofe shopga kirib qolib, aeroportga uchib ketishim, ya'ni aeroportga borishim kerak, ketishdan oldin bitta kofe olib kirdim. Yoshgina bola ishlayotgan ekanlar. Shu darajada charchadimki, o'zim bilmagan holatda ingliz tilida gapirdim ularga. Ular ingliz tilida javob berdilar. O'zim kulib borib, keyin rus tilida gapiraman deb koreys tilida gapirdim. Men ham shu darajada o'chib qolgan, qaysi tilda gapirayotganimni o'zim bilmay qolib, keyin ularga qarayapmanda, juda ham bir quvnoq inson ekan. Men aytaman, nimaga o'qimayapsiz? Nimaga ishlab yuribsiz desam, o'qishni xohlaysizmi desam, xohlayman. Lekin imkoniyatim yo'q dedilar. Keyin so'radim, xohlaysizmi o'qishni? Keling sizga yordam beraman deb vizitkam qoldirib. Keyin anchadan keyin ular bilan ishlashni boshlaganimda bildim, otalari yo'q ekan ularni, o'zi juda ham xohlagan edim ularga yordam berishni. Keyin keling sizni JKSga topshiramiz dedim. Va 2025-yilda JKSga keldilar. Nasiba sababchisi. Endi bir tasavvur qiling-a, bu inson JKSga keldi. Oilasidagi men qiyinchiliklarni juda ham yaxshi bilaman. Juda ham oddiy oila. Endi bu insonning hayoti umuman o'zgarib ketadi. O'zlari aytadilar, xuddi bu kinoga o'xshaydi dedilar. Bir video qilamizmi dedimda, keyin to'xtamaylik qilmaymiz deb. Shunaqa holatlar bo'ladi. O'zim ham shunchaki yurib turib ham gohida shunchaki yordam bergim keladi. Shunaqa insonlar uchratadi. Avvalo
xoh yaxshi inson bo'lsin, xoh yomon inson bo'lsin, doim bir hikmatini qidirishga harakat qilaman. Qo'limdan kelsa albatta yordam berib, o'zi bunaqa narsalarni aytish kerak emas. So'raganingiz uchun aytdim. Javobingiz uchun kattakon rahmat. Shahzoda opa, siz aytasiz doim bilimli ona, bilimli avlod deysizda. Shunda bugungi paytdagi ayol qizlarimizni o'zini yo'lidan adashmasligi yoki yo'lini yo'qotib qolmasligi uchun qanaqa o'ziga chegara qo'yishi kerak deb o'ylaysiz? Maqsad qo'ydingizmi? Faqat maqsadga qarab turib intilib, xayolni boshqa narsalarga qaratmasdan. Chunki xayoldan siz adashdingizmi, juda ham toyib ketishingiz oson. To'g'ri. Agar toyib ketdingizmi, bu oxirgi hayot emas. Yana turib, yana boshqatdan qilishni. Yana yiqildingizmi, yana turing. Bu sizni faqatgina kuchli qiladi. Hayotingizda bo'layotgan narsalar shunchaki bo'layotgani yo'q. Bundan yaxshi bir sabab qidirishga harakat qiling, chunki sizni hayotingizda uchratayotgan insonlaringiz bekordan bekorga berilayotgani yo'q. Yoki siz juda ham bir sodda bo'lganingiz uchun, siz sal qattiqroq bo'lishingiz uchun, yokida qattiqroq bo'lganingiz uchun, sal yumshashingiz uchun. Siz uni asl sababini qidiradigan bo'lsangiz, nimaga u inson sizni hayotingizga chiqdi, nimaga aynan u voqea siz bilan bo'lganini siz tushunib yetasiz. Biz o'zi aslida kichik narsalardan juda ham katta muammolar ko'p o'zimiz o'ylab chiqaramizda, lekin aslida bitta muammoyimiz bor-ku, shu muammoni qattiq baqirib o'zimizni yomon ahvolga tushiradigan ham o'zimizmiz. Lekin o'ylab qaraydigan bo'lsak, atrofimizdagi bizdagi bor narsalar, yaxshi narsalar shu darajada ko'pki, sanab-sanog'iga yetmaysiz. To'g'ri. Demak, siz shunda chegara sifatida birinchi o'rinda maqsadingiz aniqmi? Chalg'imang. Fokusni faqat maqsadga. Agar chalg'isangiz ham yana o'zingizga kelib, yana to'g'ri yurib keting. To'g'ri. Men haqiqatda motivatsiya oldim. Menga kerakli motivatsiya bo'ldi. Shahzoda opa, siz yaratgan loyihalar orqali nechta qizni hayoti o'zgarganligini siz o'zingiz his qilgansiz. Qiymatni raqamlarda emas, misollar orqali keltirsangiz ham bo'ladi. Xo'p. O'qishga kelib turib, qizlarimiz, bolalarimiz misollarda masalan shunday holatlar bo'lganki, yaxshi universitetga kirib kelishgan, lekin atrof muhitni ta'sirida boshqa kollejlarga ko'chiraman degan holatlar bo'lgan. Shunday holatlarda talabalar bilan qattiq gaplashib, to'g'ri yana bir marta o'ylab ko'rishlarini so'rab, keyin albatta fikrni inobatga olib, talabalar o'zini o'qishda qolib turib, hozirda yaxshi bir ishlarga kirib ketishgan. Ayniqsa qizlarimiz, hijobdagi qizlarimiz boshida juda qattiq qiynalishadi, chuqurga tushib qolishadi, ish topa olishmaydi. Rezyumelarini tayyorlab, birgalikda o'sha ingliz tili akademiyalariga, bog'chalarga yuborib, baribir shu o'ziga nasib qilgan joyi bo'ladi-da. Men aytaman doim talabalarga 50 ta, 100 ta, 150 ta, 200 ta kerak bo'lsa joylarga jo'nating. Balkim sizda muammo rezyumedadir. Shunaqa holatlar bo'lgan. Yaxshi bir talabamiz o'zi juda ham bir universitetni bitirdi, imkoniyatlarga boy, lekin rezyumeni to'g'ri yoza olmaganligi uchun ish topish qiyin bo'lgan. Rezyumeni aynan koreys xalqi qaragan paytda bitta qaraganning o'zida siz qanaqa insonligingizni ko'ra biladigan qilib turib yozish kerak. Uni yozgandan keyin shuncha narsani bilar ekansan, nimaga buni sen to'g'ri yoza olmading deb turib qaytanga unga motivatsiya berib, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib, yaxshi bir ishga kirib ketgan insonlarimiz ham bo'lgan. Agar sizda biror narsa bo'lmayaptimi, buni ham aytganimdek yaxshilikka yo'yib turib, ustingizda qayta ishlaydigan bo'lsangiz, albatta siz xohlagan yo'lga yetib bora olasiz. Tushunarli. To'g'ri. Shahzoda opa, agar hozir siz oldingizga bir 18 yoki 20 yoshdagi qizlarimiz kelib, misol uchun, Shahzoda opa, men boshlamoqchiman, sizdek bo'lmoqchiman, men nimadan boshlayman desa, siz nima degan bo'larsiz? O'zingiz bundoq 3 tacha bir tavsiya bering shu 18 yoki 20 yoshdagi qizga, nima degan bo'lardingiz? 18-20 yoshda. Ha, shu endi boshlayotgan yoshdagi qizlarga. Hozirgi vaqtimiz aynan shu 18 yoshimizdan aytaylik 23 yoshgacha meni fikrimcha sizni butun hayotingizni belgilab beradigan yosh deb o'ylayman. To'g'ri qaror qilib, to'g'ri plan tuzib, shunchaki yashayotgan kuningiz
ovqatlanasiz, yeyasiz, nima qilyapsiz, o'qiyapsiz, shunchaki o'tib ketmasin. Har bir soatini shundoq qo'yingki, bekorga o'tib ketmasin. To'g'ri. Uxlashga vaqt bor. Kechqurun shundoq ham uxlashga berilgan. Qolgan kunni shu ertalab bomdoddan keyingi vaqtda 7 dan to kech kirguncha 8 gacha o'zingizni shu universitetga borishdan tashqari nimani bilmaysiz? Tilni o'rganishga yoziling. Qo'shimcha agar endi bo'lsa shuncha ishlayapman, shuncha o'qiyman, qanaqa ulguraman deb turib, aslida o'zimiz juda bir ayavoramiz-da. To'g'ri. Qaytash kerak aslida dedi. Da, men o'zimga juda ham talabchaman bu borada. Shundoq qiling, 1 yilda qani men o'zimni qanaqa o'zgarar ekanman deb shunchaki o'zingizni irodangizni sinash uchun ham hattoki mana shu kitobni men shu oy bitiraman. Masalan, shu tildan mana shu darajani olmoqchiman. Masalan, KIP deydi, koreys tilidan. KIP dan shu darajani shuncha oyda olaman yoki topikni bunchada olaman, IELTSni bunchada olaman. To'xtab tur, men kompyuterda sal yaxshi emas ekanman. Kompyuterdan bunchada olaman deb degan plan bo'lishi kerak o'zingizga. To'g'ri. U plan bo'lsin, hech kim bilan bo'lishi shart emas. Ya'ni birov bilan bo'lishdingizmi, uni yarim o'zi uchib ketdi. To'g'ri. Qilgan planingizni qildingiz, faqat o'zingiz biling. Bir narsani aytishni juda ham xohlagan bo'lardim o'sha insonga. Umuman hammaga har bir insonni haqiqiy do'sti va haqiqiy dushmani bor. Albatta. To'g'ri. O'zi. Eng muhimi. Masalan, 17 yoshgacha olingan tarbiyamiz butun umrga deydi. O'zi aslida bizani butun hayotimiz bu ilm. Ular o'lgunimizcha o'zimizni tarbiyalab borishimiz kerak. Qabrdan Nimadir yo'q. 17 yoshgacha olganimiz u fundament, bosh uyimizning boshi. Qolganini endi sekin-sekin yashash davomida to'g'ri xulosa olib turib to'g'rilab boramiz o'zimizni. Va u insongacha ham 18 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan demak yoshlarimizni aytaman. Shart emas 23. 25, 26, 28, 30, 35 kerak bo'lsa 40 yosh. Hali ham topolmagan insonlarimiz bo'lishi mumkin. To'g'ri. Atrof muhitdan men uni qilaman, buni qilaman, lekin meni bilishmayapti. U noto'g'ri. Demak, muammo o'zimizda bo'lar ekan. Xuddi shu narsa o'zligimizni tanib olishimiz kerak. Bizga do'st kim? O'zimiz. Dushman kim? O'zimiz. O'zimizni o'zimiz qila olmaydi deb turib sindirib qo'yamiz. Qila olaman deb turib maqsadni to'liq qo'yib boshqa inson qilgan narsani siz ham qila olasiz. Faqatgina qaysi ishda siz mutaxassissiz, shuni topib olishimiz kerak. Nimaga men qiziqaman? Bir narsani bilishimiz kerak. Qiziqmagan ishni qiladigan bo'lsak, biz u narsani rivojlantira olmaymiz. Agar u biz uni yaxshi ko'radigan bo'lsak, ham qiziqib o'rganamiz, ham birovga haqiqatda foydasi tegadi. To'g'ri. Shu narsani men o'zim nimani qiziqaman, qaysi yo'nalishga ketyapman, nimaga hamma biznesga ketyapti, mana biznesga ketishim kerak, nimaga hamma IT o'qiyapti, men IT o'qishim kerak, balki men boshqa narsaga qiziqarman deb turib topib ko'rish kerak. To'g'ri. O'zini ya'ni topish kerak. o'zi bilan o'zi gaplashib ko'rish kerak. To'g'ri. Demak, aytganlaridek, birinchi o'rinda disiplina, ikkinchi o'rinda o'rganish, uchinchi o'rinda maqsad, to'rtinchi o'rinda eng muhimi o'zini tanish deb ketdilar. O'zimiz uchun key sifatida albatta qo'yamiz. Yozib qo'ysak ham bo'lar ekan qog'oz olib. Shahzoda opa, endi Koreyadagi ta'limga o'tsak, bizda O'zbekistondan ham kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz bor. Hozir bilamizki, Instagramda juda ham ko'p Koreya hayoti haqida blog yurituvchi insonlarimiz bor. Ular har doim chiroyli tarafini ko'rsatishadi. O'qishga boradi, o'qiydi, 100% grant oladilar. Nima deb o'ylaysiz? Koreyadagi ta'lim olish rostdan ham osonmi yoki shunchaki Instagramdagi bitta ko'rinishmi? Qanaqa? O'qish ta'limni o'zini olish oson emas. O'ziga yarasha juda ham katta qiyinchiliklar bor. Agar siz top universitetlar tanlagan bo'lsangiz, u undan ham qiyin. Lekin bu narsa bilan men qo'rqitmoqchi emasman yoshlarimizni. Qaytanga siz hozirgi demak bilimingizga qaraganda masalan men yaxshi bilmayman, tilni ham uncha yaxshi bilmayman, keyin undan ko'ra kollejga bora qolay deydigan o'quvchilarimiz ham bor. Unaqa emas. Bir o'zingiz yaxshi ko'rgan bir sohani tanladingizmi, iloji boricha yaxshiroq universitetga kirishga harakat qilishni tavsiya qilgan bo'lardim. Nimaga o'zingizni qiynashdan qochasiz? Qaytanga qiynab turib, mayli 1 yil qiynaling, 1 yil yig'lang, lekin sizni bu narsa orqaga nima deydi, taslim bo'lishga emas, oldinga intilishga undash kerak.
umuman olganda o'qish oson emas, lekin maqsadlaringizda to'g'ri bo'ladigan bo'lsangiz, maqsadlaringizni aniq qo'ygan bo'lsangiz, sizga oson kelishi mumkin. Tushunarli. Shahzoda opa, mana grantlarni juda ham turlari ko'p. Koreyaga kelmoqchi bo'lgan talabalar uchun imkoniyatlar juda ham ko'pda. O'shalardan bittasi GKS. Oxirgi paytda GKSlarni olayotgan talabalar juda ham ko'payishyapti. Shu GKSni olishni xohlagan talabalarga uchta bitta faktor aytasizmi? Qanaqadir yo'nalish aytasizmi olishligi oson bo'lishi uchun? Xo'p. Avvalo GKSga topshirish uchun mana GKSda bakalavri bor, magistraturasi bor, PhD'si bor. Oddiygina bakalavr soqib keltiradigan bo'lsak, GKSga 9-sinfdan boshlab harakat qilishni tavsiya qilgan bo'lardim. Voy, juda ham oddiy. Bu aynan o'z vaqti, nimaga desa, maktabni bitirgan baholariga qaraydi. Undan tashqari sizni sertifikatlaringizda qanchalik sertifikatlaringiz ko'pligi, qanaqa aktiv ekanligingizni ko'rsatish kerakda. 11-sinfda kelib turib keladigan bo'lsangiz, hop ingliz tilingiz bor ekan, IELTS bor, baholaringiz yaxshi, lekin qo'shimcha sertifikatlaringiz bo'lmasligi mumkin, ya'ni aktiv emassiz. GKS umuman davlat stipendiyasi bu shunaqangi stipendiyaki, har bir davlatdan liderlarni tanlab olishadi. Nimaga? Liderlarni tanlab, o'qitib, O'zbekistonga, o'zini vataniga jo'natib, qolganlarga foydasi tegsin degan maqsadda. Ya'ni shunchaki a'lojini olishmaydi ular liderlarni tanlab olishadi. Shunday holatda bo'lgan o'zimni talabalarimiz orasida baholari zo'r, sertifikatlari bor, lekin liderlik holatda yaxshi emas. Gap o'zini tuta olmaydi, gapira olmaydi, yutolmagan talabalarimiz bor. Xulqi albatta o'zini tutishni bilmasligi yokida hamma narsasi bor, juda ham bir o'zini kibrda tutadigan nimalarimiz bor, o'quvchilarimiz ham bor. Shu paytda to'g'rilashga harakat qilamiz, biroz o'zingizni maqturmang, yoki motivation juda ham o'zlarini maqtab oladilarda, o'zi shundoq ham biz sertifikat beramiz. Siz olgan narsalarni undan yana motivation letterda yozish shart emas. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan demak sertifikatlarimiz va masalan sertifikatlar bilan o'ttiz suhbatimiz eng bizani nima deydi hal qiladigan jarayonda. Suhbatda iloji boricha kamtarlik bilan chiroyli javob berib va liderlik tomonini ko'rsata olsa, albatta yetadi. Rahmat maslahatlar uchun. O'zi Shahzoda opa, mana shu GKS granti rosa trendga chiqqan. Hamma shu grant haqida bilishadi. Endi aytaylik, GKS ololmagan talabalar, chunki kvota juda ham kam berilishini hisobiga hamma ham top universitetda o'qish imkoniyatiga sazovor bo'la olmaydi. Shu hisobdan oladigan bo'lsak, top universitetda o'qish xohlayman, kontrakt lekin juda ham qimmat. Menga ham qanaqadir imkoniyatlar bormi deydigan yoshlarimizga qanaqa maslahat bergan bo'lasiz? Qanaqa imkoniyatlar bor aynan mana shu Koreyaning top universitetlarida o'qish uchun? Aynan top universitetlarimizda o'zini ichki stipendiyalari juda ham ko'p. Birinchisi hamma bilgan bahosiga beriladigan stipendiya. Boshida siz shu olgan IELTS yoki toplik darajasiga qarab turib, ular sizga ma'lum bir stipendiya ajratadi. Bu 50% bo'lishi mumkin, 70% bo'lishi mumkin, qolganini siz to'lab kelasiz. Keyingi semestrga bo'lsa, agar siz yaxshi o'qiydigan bo'lsangiz, registratsiya qilasiz, o'zini vaqti bor. Registratsiya qilib turib 100% gacha stipendiya olishingiz mumkin. Men o'zimda ham xuddi shu holat bo'lgan. Kyunkida bakalavr o'qiganimda har semestrda registratsiya qilardik, bahoga 100%, kamida 50% berardi. Va undan tashqari Samsung Dream degan stipendiya bor. Samsung Dreamga kim topshira oladi? Faqatgina top universitetda o'qiyotgan talabalar topshira oladi. Men endi eshitdim hattoki bu grant borligini. Buni faqat izlanish kerak, hech qachon talabalarga shaxsiy emailga kelmaydi, stipendiyaga registratsiya qil demaydi. Faqatgina veb-saytga kirasiz, stipendiyalarni qidirasiz, har ana ko'nglingiz ham yangiliklarga kirib turib tekshirib turish kerak har oy. Tekshirib tursangiz, Samsung Dream chiqadi, xuddi GKSdagi. Unga topshirish uchun top universitetda 15 ta top universitetda birida talaba bo'lishingiz kerak. Aynan bakalavrda o'qigan bo'lishingiz kerak. O'ziga yarasha demak talablari bor. GPA 3.0 dan baland bo'lishi kerak. Topik talab qilinadi. Oldin 3 talab qilinadi, hozir topik 4 talab qilinyapti. Topshirib agar siz o'tib ketadigan bo'lsangiz, o'qishni bitirgunizcha sizga kontraktingizni to'lab beradi. Undan tashqari oyma-oy 1 millionga yaqin stipendiya beradi. Qanday yaxshi. Bunga faqat izlanish kerak. Undan tashqari Daewoo stipendiyalari bor. Hozir stipendiyalar ko'paygan. Faqat izlanish kerak. Hech qachon talabani emailga mana nimaga registratsiya qil demaydi. Keyin top universitetga kirayotgan talabalarimiz bitta joyda qotib qolmasligini tavsiya qilgan bo'lardim. Talabalarga shunaqa ko'p programmalar borki, internship programmalar bor chet elda. 2-3 oyga. Unga ham sizga kelmaydi email. Siz qidirishingiz kerak. Kars talabalar, Koreyan talabalari bilishadi ular.
yangiliklarni qarab turishadi. Aynan top universitetlarda shunaqa bo'ladi. Men o'zimda ham imkoniyat bo'lgan Amerikaga 3 oyga borib kelishga. Lekin bormaganman, ishlaganman. Ishlab ozgina pul qilib olay, chunki maqsadlarim boshqa edi. Shu oilamga, opa-singillarimga yordam berish juda ham niyatim bor edi o'shanda. Hozir afsuslamayman. Lekin shu sohada ishlayotganim uchun juda xursand bo'laman. Yoshlarimiz kelsak, borishsa, ko'raman lekin shunaqa 2 hafta, 1 oyga borib kelgani. Ya'ni imkoniyat shunaqangi ko'pki, faqat izlagan odam topadi. To'ppa-to'g'ri. Haqiqatdan zo'r keyslar berdingiz. Men ham universitetimda qiziqqanimda xuddi shunga o'xshash keyslar ichgan edi, lekin ulgurmadim. Ishdan ko'ra kech. To'g'ri. Shahzoda opa, nima deb o'ylaysiz? Ta'lim ayolni erkinlik berib o'stiradimi yoki bu shunchaki nazariyami? Yo'q, erkinlik beradi. Juda ham katta erkinlik beradi sizga. Ta'limga kirgan saringiz qanchalik imkoniyatlaringiz ko'pligini, bemalol qo'lingizdan hamma narsa kelishini o'zingiz his qilasiz. Bu sizga kuch beradi, faqatgina shu o'zingiz qo'ygan chiziqlardan tashqari chiqib ketishingiz kerak emas. O'zingizga juda ham erk berib olib turib chiqib ketib qolishingiz ham mumkin-da. To'g'ri. Agar uni to'g'ri qolipga sola olsangiz, bitta o'zingizga emas, balkim atrofingizdagilarga ham juda ham katta foyda bera olasiz. To'g'ri. Xo'p, endi qisqa savol-javoblarga o'tsak, Shahzoda opa. Siz haqingizda odamlar bilmaydigan bitta haqiqat. Haqiqatda eng katta muammo kelganda tushkunlikka tushmasligim. Uni yechimini topmagunimcha tushkunlikka tushmayman. Yechimini topganimdan keyin butun emotsiyalarim chiqadi. Tushunarli. Hamma muammo kelganda hal qilguncha yig'lasa, siz hal qilib bo'lib, hamma ishni bitirgandan keyin bitta yig'lab olasiz. Bemalol bo'lib. Tushunarli. Shahzoda opa, sizni yig'latgan va sizni o'stirgan qaroringiz bo'lganmi? Biz bilan bir bo'lishingiz to'g'risida. Bo'lgan. Hayotda uchrab turgan muammolardan hech qachon tushkunlikka tushmaganman. Lekin insonlardan uchragan insonlardan haqiqatda tushkunlikka tushgan holatlarim bo'lgan, zarba yegan paytlarim bo'lgan. Keyin shundoq bir hattoki turmush qurib farzandli bo'lganimdan keyin ham eng yaqin dugonamdan payt yeganman. O'sha paytda tushundimki, aynan u inson hayotimga shunchaki kelmagan. Ya'ni nimadirni o'rgatib ketish uchun kelgan. Ya'ni har bir narsani yomon bo'lgan voqeani ham dars qilib olganimga, olishni boshlaganimdan ham o'sishni boshladim, ham emotsional qiynalishdan to'xtadim. Yana ulg'aydingiz. Shahzoda opa, yana bir savol. Agar hammasini boshidan boshlash kerak bo'lsa, siz nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Eng qiziq. Hammasini boshqatdan boshlash kerak bo'lsa, o'zgartirmasdim. Shundaylikcha qolardi. Shundaylikcha qolardi. Balkim yanada ko'proq, yanada talabchanroq bo'lgan bo'larmidim. Shunaqada. Hozirgacha bosib o'tgan qadamlarimdan doim rozi bo'lganman. Boshqatdan boshlash kerak bo'lsa, yana xuddi shu qadamni boshlagan bo'lardim. Xatoni ham hattoki qilib ko'rgan bo'lardim, chunki xato qilmasangiz, shuni xatoligini tushunmaysiz. To'g'ri. Shahzoda opa, sizga mana bu suhbat davomida siz kutgan lekin berilmagan savol bo'ldimi? Siz xohlagan lekin berilmagan. Koreyaga kelgan o'quvchilarimiz bilan haligacha gaplashamiz, muammolarni kerak bo'lsa birga hal qilamiz. Lekin men biladigan qizlar bor, bolalar bor va bilmaydiganlarim bor. Va orada ularni dugonalari haqida ko'p muammolarni eshitib qolaman. Qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Gohida juda ham ko'p o'ylanib qolaman. Masalan, qattiq tushkunlikka tushganda yoki qattiq bir hayotini o'zgarib ketadigan darajada qilgan xatolaridan uyalganidan ham boshqalarga qo'shila olmay, uyalganidan ham o'zini bir yaxshiroq bir hayotga loyiq ko'rmasdan va qilgan xatolarini qayta qilayotgan qizlarimiz bor. Shu qizlarimizga, bolalarimizga joyizdan to'xting. Hamma bir begunoh insonni o'zi yo'q, hamma gunoh qiladi, xato qiladi. Xatolaringizdan shunchaki to'g'ri xulosa olib, to'xtab, o'zingiz uchun imkoniyat bering. O'zingiz ishlang.
man kitobni o'qishni yomon ko'raman, man o'qiy olmayman baribir degan narsalarni yig'ishtirib boshqacha yo'llari ham bor. To'g'ri. O'zi aslida siz nimani yaxshi ko'rasiz, qaysi kasbga qiziqyapsiz, nima ish qilsangiz siz o'zingizni baxtli his qilasiz, xursand bo'lasiz. Shularni o'ylab ko'rib, shunchaki o'zingiz uchun reja tuzib, o'tib ketgan narsani unutib, yangidan hayot boshlashni so'ragan bo'lardim. Har bir inson ikkinchi imkoniyatga, kerak bo'lsa uchinchi imkoniyatga, to'rtinchi imkoniyatga ham imkoniyatni olishga loyiq. Hattoki Alloh ham aytgan, sanki deb. Kerak bo'lsa siz qilgan xatoyingizni bekitishi ham mumkin. Siz uni ovoza qilishi shart emas. Xo'p, men bunaqa inson bo'ldim, menga qanaqa inson uchirgan deyishingiz mumkin. Xuddi shunaqa o'zingizga o'xshagan tavba qilgani uchun. Ya'ni yo'ldan to'xtamasdan yaxshi, faqatgina yaxshi fikrlarni o'ylab, yanada kattaroq ish qilishingizga men ishonaman. Hammamiz ishonamiz. Yo'lingizda to'xtamang. To'g'ri qaror qiling. Katta rahmat. Juda ham yaxshi, zo'r motivatsiya bo'ldi. Hammamiz uchun albatta. Shahzoda opa, savollarimiz ko'payib ketmadimi? Charchab qolmadingizmi? Bemalol. Oxirgi savolimiz, eng oxirgisi, sizdan keyin keladigan mehmonimizdan siz nimani so'rashimizni xohlagan bo'lardingiz? Har birimiz xato qilamiz. Faqatgina xulosani to'g'ri qilishimiz kerak deb aytdim. Siz qilgan xatoyingizdan olgan dars. Qilgan xatolaringizdan olgan Yaxshi darsingiz. savol. Keyingi odam uchun biz shu savolni beramiz. Shahzoda opa, bugungi juda ham mazmunli suhbat uchun rahmat. Juda ham Rahmat. ko'plab qizlarga yordam bera oladigan, motivatsiya bera oladigan, haqiqatdan mayoq inson ekanligingizni ko'rsatib bera oladigan suhbat bo'ldi. Jarayondan maza qildim. Sizga avval rahmat. Qimmatli vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun. Katta rahmat. Demak, suhbatdan shuni bilishimiz mumkinki, yo'l faqatgina bizning imkoniyatlarimizdan iborat emas, balki ichki qarorlarimizdan ham iborat ekan. Va bizdan keyingi bizani kuzatayotgan qizlarimizga faqat aytganlaridek to'xtab qolmaslikni, faqat oldinga qarab yurishni, davom etishni tilab qolamiz. Siz hamma narsa qila olasiz. Rahmat. Rahmat. Katta rahmat.